Rahmat. Abdusupur İsmail desa, shunda hayajonlanib ketdik. Cho'ng bo'lib bir sahnada o'yin qo'yish sharafiga erishganimdan men shunda xush bo'lib ketdim hozirgacha. Endi bugun sizlarni his qildinglar, ekran oldidagi ko'rmanlarni his qildi. Shinjongning har qaysi joylaridan salomlar keldi. Sahnaga bizning Xotandan salomlar chiqdi. Xotandan kelgan Ahad Baqakam, Gulbakram adam, Asqar Muxtar, Odiljon Mamtimin qatorli qadrdonlarimiz, undan boshqa Qashqardan kelgan mana Abdusupur İsmail, Xo'ja yumurlardagi aka inilar, anandan G'o'ljidan kelgan salomlar, mehr muhabbatlar mushu sahnada hammamizga energiya berdi, hammamizga harorat berdi. Bek rahmat degimiz bor. Rahmat degan gapni jiqtidik, lekin rahmat degan gapni jiq degan siri qimmati tushib ketmaydi deb o'ylayman Ablatka. To'g'rimi aka? Shunga yana da'vagimiz bor. Rahmat sizlarga. Bek rahmat. Rahmat. Olamchi muhabbatni bergandek his qildim. Bek rahmat. Endi yana Ro'zaxonni sahnamizga taklif qilamiz. Asraq gaplar baslarga deb berdigan. Ro'zaxon, Tudaxon, marhamat. Mehmet Tursun ağaynamga köpten köp rahmet adaş. Avar bo'lsa bu nima bu? Salam tuqqanlar, ustozlar, ekran oldidagi barliq ko'rman do'stlar. Bugun men Ro'zaxonga o'xshamgan bir sovg'ani olib keldim. Bu bo'lsa dunyodagi tunji aeroplan. Bu balkim nurg'un hikoyasini necha xil taqilibdi, eng haqiqiy hikoyasi. Bugün ata-ana to'g'riliq, mehr muhabbat to'g'riliq intayin yaxshi so'zlar bo'lindi, amaliyatini his qildik. Apasini sig'inish ilkida dadasidan so'raydi. Apam nerede deganda go'zal bir joyda. Biz bora olamdik, qanatinglar bo'lsa bora olaytinglar. Afsus bora olmaysizlar degandan keyin shu qarab turib turnularning yilda bir janib o'chayotganini ko'rib, biz ash turnular shu apamning qishig'i bora olamdi deganda ha, bora olaydi degandan keyin shuningga taqlid qilib turib, apani sig'inishdan iborat go'zal bir addi bir his tuyg'u bilan, bir mehr muhabbat bilan insoniyatga aeroplan yasab bergan. Aeroplan nihoyat addiy tunji uchgan aeroplan hozir bir-birlab taraqqiy qilib, insoniyatdagi eng muhim qatnash quroli va biz buningga til tekkizgusiz bir qatnash quroliga aylandi. Albatta Ro'zaxonning bundan keyin kasbiy hayotining taxmi ko'kti bo'lishini, albatta tunji aeroplan yozganga o'xshash bizning Tokyo show sahnasidan taxmi yuksaklikka uzilgandek xalqaro saviyaga yetkazishni chin dilimdan umid qilaman. Rahmet. Yaman hoş oldum adaş. Oy canım adaş. Rahmet. Mehmet Tursun rahmet adaş. Salamet boğun. Bana bir ilham verip koydum şu aeroplanın adaş. Hele uqsizlar buni. Manda qilsak, hurmatli aziz tomoshabinlar. Mehmet Tursun ağaynam manga zor bir ilham bo'lgan bir so'g'atni yeb chiqibdi. To'lim xursand bo'ldim. Asli meni hozir o'ynaydigan Tokyo show'im boshqacha. Mushu aeroplanni ko'rib, mushu aeroplan to'g'riliq bir parang qilib bagim kelib qoldi sizlarga. Mikrofonimni taqib o'tiribsiz. Ahad Baqakam. Men aldı bilen bugün şu Peridio Milyar Külke sahnesiga kelip inimiz Ro'zaxonninki şu sahnede ko'rsatgan maharatlarni naq maydonda o'ltirib ko'rishga muyassar bo'lganimdan men baxo'shal. Rahmat. Xotandan o'shaga kelib shuni ko'ribdim hamda yana desam shu biz yillardan buyon sahnada o'yan qo'yib tövendigi muşda qarab yurib kimlar bor, kimlar yo'q. Muşda ba'zi chaqlarda ko'ranmay o'yan qo'yib yurimiz shu. Artistning tomoshabin bo'lib tövende o'ltirib o'yan ko'rishim belakchi bir huzurga. Ben bugün pek huzurlandım, rahatlandım. Bugün muşu naqbaydanda oturup, ben nayet hoş buldum. Küldüm, hayacanlandım, yığladım. Ro'zaxon enimninki çaqçaqlardan nayet özümü toxtanmay külüp, hoş olap ketken bolsam, bana ata anısının aldı da, özünün maharetlerini ko'rsatib, şu bekip çoğunqagan ata anısıga, ben şunchalik bir
buldum deb o'zini naq maydonda ko'rsatdi. Mishaga yiroq yaqindan kelgan naq maydonga shu japa tatib shu Ro'zaxonni qo'llaymiz deb kelgan tomoshabinlarga, ko'rurmanlarga ko'pdan ko'p rahmat. Ham shu faoliyatimizni qo'llagan yuqorida degan 3 korxonaga, masalan, Paridio, Faxri, Andikin, Tashqin qatorliq shunday korxonachilarga ko'pdan ko'p rahmat. Adabiyot san'atimizni qo'llaydigan texnika ko'p korxonachilarning chiqishini umid qilaman. Rahmat. Ben qalamadığına yalnız bir yerde. Mında qısaq. Azmim Allah hamdi. Yaxşı ahırgıca mı şu inimizga emra bolaylı dep. Hemşad oturup berip atqanlığını aldın. Naytı tolum xursam buldum. Bugün ben oyladım bu keçeligi. Ben oylagandım mı bir neçe esse yaxşı orunda vatıma dep. Hamdi üzemge taylık boğadı da. Bunun hemisi şu silahının urup berip atqan çavaklarınla, berip atqan medet, muhabbetlerinle olan boğadı da. Hadi hazır oynaydıgan temam başka bir temite. Qarsam Mehmet Tursun ağaynam atayam bir aeroplanның resminden onun bek ehmiyetlik bir aeroplanның tuncu dünyadaki tuncu aeroplanның resmini açıptı. Ben kararımı özgertip kaldım. Şu aeroplan toğırlık ben bir gakpire meyek bir aeroplan dep bir yazıp koyunlar adaş. He? Eşe kılaylı. Ma oldu. Bu aeroplan hem de hemimiz bir çüşüp ekişine arzu kıldığan ras arzuyumuz var hem de cık adam arzu kıldı. Bu hem çünkü aeroplan diyen hazır bizim memleketimizdeki katlaş korallarını işletke en aldın katarda gitpağını şu aeroplan. Hem ondan hem de başkan bop ketmez ya raket akışmadığı işler yoktu ki. Demek bizim devletimizdeki şu katlaş koralları be kolaylık hatta koçaptızın tatıp tez süratli poyizimiz bolsun hemisi bizge bek kolaylık. Bolup mu aeroplan texim nurgun kolaylık şarayitlanıp geldi. Mesela Şinjan'ın her qandaq yerге aeroplanda 1,5 saatdan 1 saatgacha ulgurib bara alaymiz. Mush Ahad kamlarni aeroplan bilan kelib ketib yuryapti da. Hamda bu aeroplanni hamma odamning yaxshi ko'rishining sababi kichik vaqtimizdan tatib havas qilamiz shu aeroplanga. Bizning Jag'istaylarda mana bir aeroplan ko'rib qolding, 1 oy baxtli yursa qara. O oson emas u aeroplan uchrab qolmag'ay. Buning beshida ovozini anglaysa o'zini ko'maysan. Aeroplan deb qini. O kichik vallahi emas, rasmiy cho'ng dadam demetlik odamlar ama qini o aytsan tutmaydi hayajonda. Qini, ko'rdi, ana. Men yomon ko'rib olatdim men. Ana, ko'rdingmi? Asma qara, ana. Buldi ko'rdim. Men o'tdi mana. Ko'rdingmi? Qini. Shirg'i o'xshaydigan bir bulut turdi ana isidan chiqdi, men o'tdi, ana. Qini qaysi oq bulutmi deb, osmonda oq bulut olmay be. Ko'k mu bulut ulam ana chiqdi. Aşında havas qilib ketimizda bir ketim aeroplan ko'rib olsang, bir hafta aqsa yursa Jag'istaylarda ko'rdik biz. Bu o'tgan ko'gini ham texim 5 ming tüpülü o'tkazishimi bir aeroplan. Mümkün emas ham, ashta hayajonimizda. Bu kichik vallahi ashta aeroplan hayajonlanamdi desam, cho'nglama ashta hayajonlandim shu aeroplan to'g'riliq. Ama aeroplanni cho'ng ko'rdigan hissiyat hozirgi odamlarda yana baka. Qanday desanglar aydı yılda bir ketim aeroplan tushib u yoqqa menib qolgan birlari. Endi o aydı yılda bir chiqib qoldi da. Rasmga tatibli chambarakka yollaydi rasmini. Yollab bu aldirashlik safarlar qachon tugadi deb yiz qo'ydi deydi. Balki o aydı yılda bir chiqdi o. Yiz qo'ysa astig do'stlar, jinim do'stim sening umring aeroplandan o'tyapti-da, ha? Qaytırdı. Men dehşet zerikdim atay. Maşin yaxşıga yalan ko'rib mağdığanға bulutga dehşet hövüp ketdim deb. Ashta qildi endi. Ha, ko'rsan. Endi shu maqsad o emas-da. Endi bu aeroplanninki yomon bir odamni bearam qildigan bir yeri. Masalan, o'qiyotgan chog'larimizda maktabga sinfga kechikib qolsak bo'ladi. Yig'inga kechikib qolsak, ya'ni bo'ladi. Ya boshqa qilib qo'ysa, yaqib bitkirib o'tirib olsa. Ama aeroplanға kechikib qalsang, bo'lmaydi o. Marasqa mana hamma aeroplanға tushib qolgan. Bu aeroplanға kechikib qoldim, o mana Ahmetjon tema, Amragul malim tema saqlab turaylik, malani demaydi o. Men qanday ma'atini senga aytib o'sal huzuva men turib turaylik, bir soat, ya. Biletni oldin yeb bo'lsa, bir talatni odam qochilib olaylik, ish ko'ring, kun qopdi, demaydi aeroplan degan. Shu basida ketdi, bo'ldi, ketdi. En şu ciddileştirdiği yeri şu aeroplanğa keçikip geliş vakasıda. Tol adamlar keçip kaldı. Bunun 3-4 sebebi birisi
yelki katnaş kıstançılık kirip keçikip kalıdı. Yakın bulmasa şünfincisini unutup gelip yana kaydedin berip ekilip keçikip kalıdı. Hemen göz alınlar kevatı da hazır emiş ayrıplan keçikip baklarına. Bir ayal uçurap kaldı, manğa ayrıplan keçikip kalan. Çırayığı çıkıptı biçare ayaldan. Ben o ayrı durumki vaktini köydüm de keçikip vaktini. O ayal üydül keçikip oğa ayal keva. O ya balısında tamak keçiktim o baykuş ayal. Ya bir elke yol dışından kiyimlerge dezmal sepip keçiktim o. Üydül çıktı bu. Boldu badi ben mangdım ben boldu badi. Undaq çağdı taksinin toxtumaydığını necim o. Çakıvanın bolsun torapak sen. Vimda olan maşınların torapak sen. Amal yok. Taksçı maşının yavucunun maşınların torapaka merse keçip kalacak. Bu biçar ayal ciddiçilik çırayığı çıktı da hep kanda kılamam. Hep kaldı o ya korluğumanda ya kulcuğumanda bir çatak çıkıdı hem de hep kalsa. Töpürlep bu ciddiçilik kalmaydı kanca bir taksi geldi. Canım sakam. Hoş sakam oldu bir kaçacaksan. Güzel kalıyor. Taksici mi koyuydu da karavani. Teysen ma. Vay teysen. Tazı açtak çağlarda yolda katazlap mangan maşılı aldın çıkıp oldu kara. Veremez üççe munduk sıkı menip durup oldu kara. Uğulunup gitse ey. Kağı üşüp gitse. Canım sakam bir ötkine bir ayını bari. Doktan hadi bu katazda ütüp de hemen ütüp burada. Koyup da. Hemen koyup. 5 kişi. Otur. Şimdi asatacağım. Koku da ayal şimdi. Bu da böyle. Sen hastaysa iştigara kaydememiş ha bu da. Ay deyip o ayrı durum digenli köygenden tatlı pulu yetişine başlaydı o ayal. Ciddiyleşip şu anda teysenin aldığı berip yetişe ülgüremeydi. Ne çöldü benim? Çüdü. Uççudu o baykuş koton igiz paşıllık putuda. Kaydın unutun kamaydı. Uçadım, iyi kadar. Ya, sakın! Düşe. Samadan ilk ötkiz kayak, çalakta. Bile çıkırga yekildi ha? Şönfencan deydi ya da. Uçakta tepilmaydığını bu şönfencandan. Şönfencandan. Şayet kol değil mi? İp alıdı somkusudan. Kağız, tağak, çaş parşok, beden soğan, bedellünge, çaşlünge, bezmal. Mandarak küçük gerek şamaldır koş. Yüzmay, gırım, pırım, çaplak, paplak, vitamin C, işkital, kurutluğu var. Sıkmada köpük etken bir cüze. Şokolat, albini. Ne ciddi bu? Bir yerden çıktı. Koydar kayışın çok koydar deydi de ava. Sep kaldı o ne? O potun kişinin son kısığa birinin yaptığı patladı kara. Ne çılgın? İnin kendim patkuzamaysa onu. Mümkün patmaydı o. İç. Aşı bakalım. Zıgırım 8. yığızılmadı da. Uççudu bir tarafından. Altın zincirleri keyinde. Kaçtı gel. Aşı bakalım. O sonkun ağzı eğitilmeğen. Atmayalım. Taraklık birimiz şu kaldı da. Hadi çıkala. İyi olam hemen. Hadi. Geç kalsam da iyi olmam hemen. Ulan Peridyon'un gidi. Ulan. Peridyon'un giden keşkil olmaydı kanka. Hem de ben ayrı durumlar görüp kalma. Nurgun ayalla hem şu erinin yükünü yengiltimiz.
ticaret qilmaymiz, iyilik tiklaymiz deb to'g'ri yo'lda tirishib, bolalarni katta maktablarda o'qitib, o'zim yaxshi obro'y qozonib, yuz tepib, shundaq yaxshi natijalar qozonyotdi. Jafokash ayollarimizga barliq erlar nomida o'tqisalar. Rahmat. Endi bu aeroplan rost saqlab turmaydi. Lekin favqulodda bir alayda ahvollarda saqlab turdi. Masalan, bir 2 yilning oldida Xotanda hammamiz ko'rdik, bir bolamizniki qo'li kesilib ketdi. Shu chaqda shu Xotandagi barliq xalq birlashib, saqchi, o't o'chirish, doktor, ko'chitki dehqonlar, Xotandagi har millat xalq ommasi hamkorlashib, 1,5 soat vaqtni qo'g'lishib tutib, aerodrom bilan aloqalashib, ichiga 400 yo'lovchini sepib olgan aeroplan ichidagi har millat yo'lovchilar rozi bo'lib, saqlab turib, shu bolani 1,5 soatning ichida Urumchiga kelib, qo'lini saqlab qoldi. Ana mushundaq chaqlarda saqlab turdi shu aeroplan. Rahmat. Mushundaq baxtiyor, inoq ittifoq, boy-bayashatlik bir vatanimizda yashayotimiz. Vatanimizningki texmi ro'naq tepib, gullab yashnishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat azizlar. Endi afsuslangan oldi shuni uqtirimizki, sizlar uchun men Ro'zaxon Tudaxonning tayyorlagan bugungi to'ko show mazmunlari mishada to'liq aniqlashdi. Rahmat sizlarga.